Assalomu alaykum, Samagro e'lon kuzatuvchilari. Mana 2025-yilda noyabr oyida bizlar demak ko'chatzorimizda danakli mevali ko'chatlarimizni payvandtaklarini tayyorlash jarayonidamiz. Bular demak payvandtaklardan gilos payvandtaklari, olcha payvandtaklari, ya'ni qaroliga qilinadigan, olxo'riga qilinadigan payvandtaklar hamda shaftoli payvandtaklarini ekdik. Ekib yana mana sug'orish jarayonida demak sug'oryapmiz hozir. Bu ekilgan ko'chatlarimiz 2026-yilda avgust oyida tayyor bo'ladi, tagidan urib chiqadi. Tayyor bo'lgan ko'chatlarni demak maqsadga muvofiq navlarga payvand qilamiz. Va nihoyat inshaalloh 2027-yilni kuz oyida bu ko'chatlar tayyor bo'ladi. Ya'ni bu ko'chatlarni tayyor bo'lishgacha ketgan vaqt 2 yil davom etadi. Mana demak bugungi kundagi gilos ko'chatlarini podvoylar, ya'ni payvandtaklaridan eng ommabop bo'lgan, hamma hududlarga ham mos keladigan payvandtaklardan biri yovvoyi gilosga qilinadigan mana shu payvandtaklar mana bu.